Hello dear students, good evening. Today's lesson's topic is time series analysis. Sabrina have prepared her presentation. Let's start her Hello presentation. everyone. Today I want to talk about time series analysis, the art of predicting the future. Analysis data flows and make accurate forecasting to support critical decision making. Vaqtli xatolar tahlili va kelajakni bashorat qilish san'ati. Ma'lumotlar oqimini tahlil qilish va kelajakni aniq bashorat qilish uchun muhim qarorlarni qabul qilish hisoblanadi. What is time series analysis? Definition. Time series analysis involves studying data arranged as a sequence ordered by time using statistical method to extract patterns and insight. Each observation corresponds to a specific time or date, enabling analysis of past trend and forecasting of the future. Let's translate it. Tushuntirish vaqtli xatolar degani nima? Vaqtli xatolar tahlili deganimiz bu ma'lumotlarni vaqt bo'yicha tartiblangan holda ketma-ketlik sifatida o'rganish va ularni tahlil qilish usullarini o'z ichiga oladi. Har bir kuzatishda aniq vaqt yoki sana mos kelishi kerak va kelajakni bashorat qila olamiz bu orqali. How does it work? Data is arranged chronologically and the statistical methods are used to identify recurring patterns within the sequence. Qanday ishlaydi? Ma'lumotlarni vaqt bo'yicha tartiblanadi va ularni aniqlash uchun statistik usullardan foydalanadi. Why is it needed? Used across economics, business, healthcare, and more wherever trends and forecasting matter. Nima uchun kerak vaqtli xatolar tahlili? Har xil sohalarda tendensiyalarni tushunish uchun va kelajakni bashorat qilish uchun kerak. Why is time series analysis important? Vaqtli xatolar tahlili muhimligi qanday? Accurate forecasting, better decision, risk management, growth opportunities. Accurate forecasting predicts the future based on historical data and significantly reduce decision-making errors. Ya'ni aniq bashoratlar, xavfli boshqarish, yaxshiroq qarorlar va o'sish imkoniyatlari. Bunda aniq bashoratlar o'tmishdagi ma'lumotlar asosida kelajakni aniq bashorat qilish va xatolarni kamaytirishni ko'zda tutadi. Better decision, a data-driven approach to critical trends and economics, business and operation. Yaxshiroq qarorlar iqtisodiy, biznes va boshqa sohalarda muhim qarorlarni qabul qilishda ma'lumotlarga asoslangan yo'l hisoblanadi. Risk management, ya'ni risklarni kamaytirish. Bunda early identification of potential problems to prevent or minimize their impact. Xavflarni boshqarish, mumkin bo'lgan muammolarni ertalab aniqlash va ularni oldini olish hisoblanadi. Growth opportunities, understand trends and uncover new opportunities before competitors do. O'sish imkoniyatlari, ya'ni tendensiyalarni tushunish va yangi imkoniyatlarni aniqlash uchun muhim hisoblanadi. Components of time series data: trend, seasonality, cycle, and the random noises. Trend shows the long-term upward or downward direction in data, the overall movement over extended time. Seasonality, regularly recurring patterns within a set time period. Heating production cell less in summer. Cycle, longer-term fluctuation beyond the trend. Economic boom and the bust cycles are a prime example. Random noise, unpredictable, irregular variation and data. Minimizing noises significantly improved forecasting accuracy. Vaqtli xatolarning Unpredictable, irregular variations in data, minimizing noise significantly improves forecast accuracy. asosiy komponentlari
dunyoning trend tendensiyalari mavsumiylik va siklik va tasodifiy shovqinlar hisoblanadi. Trend bu ma'lumotlarning uzoq muddatli o'sishi yoki pasayishi yo'nalishlarini ko'rsatib beradi. Bu ma'lumotlarning umumiy yo'nalishini ifodalab beradi. Mavsumiylik, ya'ni ma'lum vaqt avvaldan muntazam tayyorlanadigan naqshlar hisoblanadi. Masalan, qishda issiqlik, sovuqlik yoki yozgacha kamroq sotiladi degan masalalarni ko'rsatadi. Siklik bu trenddagi qo'shimcha ravishda sodir bo'lgan uzoq muddatli o'zgarishlar va iqtisodiy sikllarning bunga mos bo'la olishini aniqlaydi. Tasodifiy shovqin, ya'ni ma'lumotlardagi tasodifiy va bashorat qilinmagan o'zgarishlar bularni kamaytirish muvofiq hisoblanadi. Preparing time series data. Cleaning, understanding, and preparing data is a critical process. Each stage determines the quality of your results. One, data cleaning. Identify and correct missing or incorrect values to ensure a reliable foundation for analysis. Two, achieving stationarity. If needed, Apple differentiating or other techniques to make the data stationary before modeling. Three, preparing for analysis. Convert data into the appropriate format required by your chosen forecasting model. Ma'lumotlarni tayyorlash. Bu tayyorlik bosqichlari 3 bosqichdan iboratligini ko'rsatadi. Ma'lumotlarni tozalash, tushunish va tahlil uchun tayyorgarlik hisoblanadi. Birinchisi ma'lumotlarni tozalash, ikkinchisi statsionarlikka olib kelish va uchinchisi tahlilga tayyorlash hisoblanadi. Most common models are ARIMA, ITS, SARIMA. ITS and SARIMA. ETS. ARIMA. Autoregressive integrate moving average. Its error trend seasonality. S ARIMA, seasonal ARIMA. ARIMA making data stationarity, so differencing annual average plus values of prediction. Suitable for general purpose data. Suitable for general purpose data. Accounts for long-term trends. Evaluates each component separately for a clear and interpretable model. Represent seasonality well, easy to understand and tune. Seasonal ARIMA extends ARIMA with a seasonal component to capture a periodic pattern in data. Ideal for seasonal data sets, more parameters of fine control. Burada endi 3 ta model haqida aytiladi. Birinchisi suitable for general purpose data degani umumiy maqsaddagi ma'lumotlarga mos keluvchi model turi hisoblanadi. Ya'ni ARIMA modelida rasmiyda maxfiy xatoning umumiy hammasiga bir xil foydalansangiz bo'ladi. Endi SARIMA va ETS modellarini o'zining spesifik tomonlari bor. Endi seasonal ARIMAga biz mavsumlikni qo'shib qo'yamiz birgalikda. Bu yerda esa trend va xatoliklarni ham birgalikda ko'rib chiqadigan model xususiyatlari iborat. Model selection and evolution. Model tanlash va baholash. Data splitting. Split data into training, validation, and test sets. Typically 17% for training and 30% for testing to evaluate real performance. Evolution metrics. Measure model performance with MSE, MAE, and RMSE. Smaller values indicate better accuracy, lower error means stronger prediction. Model tuning. Adjust parameters and select the best configuration through cross-validation.
this final step produces your most accurate forecasts. Bu model tanlash va baholash va bu ma'lumotlarni bo'lish, baholash metrikalari va modelni sozlash hisoblanadi. Ma'lumotlarni bo'lish, ma'lumotlarni o'qish, tekshirish va sinovlar uchun olish hisoblanadi va odatda 70% o'qish va 30% sinov uchun ishlatiladi. Baholash metrikalari esa MSE, MAE and RMSE kabi metrikalar yordamida model samaradorligini o'lchaydi va kichik qiymatlardan yaxshiroq natijalarni ko'rsatadi. Modelni sozlash, parametrlarning o'zlashtirish va cross validation orqali eng yaxshi variantni tanlash hisoblanadi. Real world examples: economics, business, healthcare, forecasting GDP, inflation and unemployment rates, governments and organizations rely on this for strategic planning. Forecasting store sales, customer flow, and inventory needs. In practice, this approach and reduce costs by up to 25%. Predicting the spread of disease and planning medical service became especially critical during the pandemic. Yani haqiqiy dunyoda misollar keltirilgan ekonomikada, biznesda va sog'liqda. Ya'ni iqtisodiyotda inflyatsiya va ishsizlik darajasini bashorat qilishda foydalanadi. Biznesda esa do'kon sinovlari, mijozlar oqimlari va inventorlarning naqligini oldindan bashorat qilishda qo'llaniladi va sog'liqni saqlashda esa kasalliklar tarqalishini bashorat qiladi va tibbiy xizmatlarni rejalashtirishda foydalanadi. Challenges and solution. Yani qiyinchiliklar va yechimlari. Challenges: missing or incorrect values in data, difficulty identifying seasonality, uncertainty when choosing a model. Aniqsizlik deydi. Model tanlash vaqtidagi aniqsizlik, inaccuracy in long-term forecast. Uzoq muddatli bashoratlardagi xatoliklar, inaccuracy degan, aniqsizliklar degan. Solutions use data cleaning and imputation methods, visualize the data to reveal hidden patterns, test multiple model and compare results, apply interval forecasting for uncertainty. Yani bu da bundan qiyinchiliklari, ma'lumotlarga noto'g'ri yoki yo'q qo'ygan qiymatlar, qolgan yoki xato qiymatlar. Ikkinchisi mas'uliyatlarni aniqlashda qiyinchiliklar, uchinchisi modellarni tanlashdagi qo'rqinchli ko'rinishlar, to'rtinchisi uzoq muddatli bashoratlarning aniq bo'lmay qolishligi. Va bunga yechimlar: ma'lumotlarni tozalash va to'ldirish usullaridan foydalanish, ikkinchisi ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, yashirin xususiyatlarini ochish, ko'rish uchun uni vizual qilish kerak. Uchinchisi bir nechta modellarni sinab ko'rish va to'rtinchisi interval bashoratlardan foydalanish. Aniqsizliklar uchun interval bashoratlarni joriy qilish. Conclusion and then next steps. Xulosa keyingi qadamlar. 1. Core knowledge. 2. Practice methods. 3. Keep learning. Time series analysis is a powerful tool for analyzing data flows and accurately forecasting the future. Build skills by testing different models and working hands-on with real-world data sets. Stay current with new technologies and methods. Study articles, courses, and research prepared. Yani asosiy bilimlar amaliyot muhimligi va o'rganishni davom etish. Yani asosiy bilimlar vaqtli xatolar tahlili, ma'lumotlarga oqimini tahlil qilish va kelajakni bashorat qilish uchun qudratli vosita hisoblanadi. Hozirda
muhimligi har xil modellarni sinab ko'rish va real ma'lumotlar bilan mashq qilish kerak. O'rganishni davom etish, yangi texnologiyalar va usullar bilan tanishish, maqolalar va kurslarni o'rganish kerak. Next steps: find the datasets that interest you and apply on ALIMA or ETS model. Evaluate the results and adjust parameters to optimize your forecasting. Keyingi qadam shunday ma'lumotni o'zingiz qiziqtirgan shunday ma'lumotni toping va uni ALIMA yoki ETS modeliga yuklang va qo'llaning. Natijalarni hisoblang va bashorat qiymatlarini moslashtiring degani. Xullas toping menga to'g'ri turibdi. Bashorat qiymatlarini hisoblab chiqing deyapti. Ya'ni mana shunday ma'lumotlar biz aytdik, Jahon bankining open datasida mavjud. U yerda startida internet orqali avtomat yuklash orqali kodlari bilan o'zingiz optimal ALIMA va boshqa turdagi modellarga yuklab bashorat qiymatlarini topishingiz mumkin. Thank you for your presentation. Excellent.